Salom hammaga. Biz Baxmaldamiz. Shohxon kelyaptilar. Shohxon keldi. Tandir bo'lyapmiz. Qani? Gap yo'q. Mercedes degan o'zim. Limonchi oldim. Bari mesalakdim. Kalkutta gidip. Ana manzarani o. Nari manzara? Bekli manzara. Ana pastlıkka tushamiz. Hozir sizlarga biza olgan kempingni ko'rsataman va hozir manzaralarni ko'ryapman. Haqiqatan shunaqa manzara. Havo top-toza. Yam-yashil. Mana suvlar shirillab turibdi. Baxmalda kiyib, nima qilyapti? Farosati yo'q buni, bilasizlar. Hozir mana qarang. Ayta avarasini daraxti manzarasiz bor ekan, ha? Qarang. Dahshat bo'lib turibdi. Archa. Hozir mana kelyapmiz. Mana yerda kalavatimiz bor ekan. Kalavatcha bor. Mana bu xonacha, mana tavqat qilingan jo'chasi ham qo'ygan. Endi biz shunaqasini oldik-da. Qani qozonda nima bor ekan? To'xtangchi, jiz bormi? Hech nima yo'q. Birpasdan keyin jiz bo'ladi. Endi mana ichi. Ichida mana to'rtta odamga joylashtirgan mana. 4 odamli. Devorlar qarang, mana yotib ko'rsataman. Voy, yumshoqqina manzara, lekin eng zo'ri mana shu yerda turibdi. Voy! Mana yana xonachasi bor mana. Bu xonachasida endi xalajingacha, ko'rpachalar qo'yib qo'yishgan o'zlari. Mana bu yerda bitta garinda turibdi. Barimiz zarachka qo'yganlar, tipochalar. Mana shunaqa chiqamiz tashqariga. Eng qizig'i mana karavatcha. Mana bu karavatchada o'tirib, aytib PlayStation o'ynaymiz, mazza qilib, mana shu ovqatlanib, zo'r. Ko'cha issiq, Jizzax 40 daraja issiq payti biz bu yerga kelib mazza qilib dam olamiz. Mana Kamoliddin mango berdi. To'shlanadi. Otabek Madrahimov. Ichkarida Jahongir Poziljonov ichkarida. Qaysi to'g'ri o'li? Murat Buildings man. Ha? Qaysi pultani artildikmi, televizordikmi? Ha, televizorniki oldingmi, televizorda olib keldingmi? Olib keldim-ku. Nima? Voy, manzarani o'tib. Voy bu. Mana bu yerda borki, tayyor tabiiy xaladilnikcha bor mana. Suvcha yaxshikkina. Qo'yasiz. Yaxshi bo'lib, muzdek bo'lib turadi. Gitmasin yana. Sal birpasdan keyin mana shunda muzdek bo'ladi, mazza qilamiz. 1,5 soat tursa bo'ldi. Zo'r. Qazishcha ham tekkinlaganida. Men anchadan beri bundaqa video olmagan edim, ko'chada yurib. Muzdek. Haqiqatan ham. Bunaqa joyda suv ketadi haqiqatan. Mana kecha tanimasding sen. Mana. Niye bu kimdi? Qo'lidi bu. Men miyamga nima qilibdi? Miyasi tortishib qoldi bu. Issiq. Bugun yili avtobashirasi o'zgargan ko'raysan. Nice. Mana bu yerda eski ko'pricha bor ekan.
o'shandan o'tamiz, lekin mana o'tsa bo'lar ekan. Mana ovozni eshityapsizlarmi? Shildir qilib mana soy o'tgan mana yerdan. Shunaqangi bir yoqimli eshitilyapti. Kechasi uxlaganingizda mana shuni ovozi bilan shunaqangi mazza qilib uxlaysiz. Zo'r joy ekan mana. Haqiqatan ham mazza qiladigan joy. Tepada tog'larga chiqishda umuman iloji yo'q. Bu yoqqa chiqaman deb xomtama bo'lmash kerak, chunki u tomon baland. Bu tomon ham baland, bu taraf ham baland. Faqatgina mana shu yerda yaxshi dam olib, ovqatchani zo'r qilib, salqinginada mazza qilib o'tiradigan joy. Kechasi mana bu yerga ko'zbachani suvib yotsangiz bo'ladi. Oho. Mana bu yerda bizning jo'ralar PlayStation o'ynayapti. Yoyilib, mazza qilib. Kechasi rosa ham sovuq bo'ldi. Mazza qilib sovqatib uxladik. Hozir ertalabdan betimni yaxtay suvga yuvib, mazza qilib mana soyni suviga endi xudo xolasa mana choy-poy ichamizda. Ana shu toqqa chiqmoqchiman, niyatim. Chiqsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Chunki mana yerda bir ikkita yo'lchalarni ko'ryapman. Chiqsa bo'ladi, menimcha mana shuni bir sinab ko'rmoqchiman. Mana yo'lcha bor ekan-ku. Hozir mana bu yerdan tepalikka chiqmoqchiman. Mana yo'lcha bor ekan. Mana yerdan qayergacha chiqilgan. Ozgina tepaga ko'tarilsam, atrofni ko'rsataman dedim-da. Tepada nima bor, men bilmayman. Hozir chiqamiz. Atrof ko'rinarmikan? Pastda hech qanaqa manzara ko'rinmayapti, unaqa zo'r bo'lib. Men ustiga tapichkada chiqyapman. Mana qancha balandga chiqib ketdim hozir. Shu biz yashaydigan xonacha. Mana bu yerda yo'l bor ekan yana. Hozir tepaga qarab chiqayotgani, o'z manzara sal ko'rinishni boshladi. Mana manzara sal bir ko'rinyapti. Tog'ning tepasiga chiqib go'zallikni ko'rmasa, odam bu joyga kelgandan foyda yo'q deb o'yladim. Shuning uchun tepalikka qarab chiqyapman. Tepalikka qarab chiqqanim sari mana Baxmalni go'zalligini ko'ryapman o'zim ko'zim bilan. Haqiqiy toza havo. Men bitta xatoyim, mikrofon bilan shtativni olib chiqmabman. Videolarda qanaqa ko'rinyapti bilmadim, lekin haqiqatan ham zo'r. Va nihoyat bizni shiriklar keldi. Ana tepaga chiqib ketyapmiz. Voy, yomon qiynaldik. Antina chiqibdi mana shu yerda. Hamma yoq sap-sariq bo'lar ekan mana qarang. O'tlar sarg'ayib ketgan o'zi. Dahshat iyulda kelgan, dahshat bo'ladi. Iyulda kelsa lekin yam-yashil bo'lib, boshqa chiroyli bo'lsa kerak. Lekin hozir ham chiroyli manzara. Hasan yur endi. Tamam bo'lsa, o'zman Hasanni ayam o'rtgan. Bizda ham og'riydi, iloji yo'q endi. Hey! Ketdi. Yur. Nima bo'lsa bo'ldi. Ya o'z tepasiga chiqib qoldik, yur. Eng balandiga chiqdik, hozir chiqmoqchi bo'lgan joyimizda. Manzarani qaranglar. Tog'da ustida yo'l bor ekan. Qaranglar, endi tepa qanaqa. Endi bo'lsa mana dam olishga kelganingizdan keyin toqqa chiqib, mana bu manzarani ko'rgingiz keladi-da baribir. Ko'rgandan keyin mazza. Kelib, uyda ichida o'tirib, ovqat yeb ketgan qadar-yu, tog'larga chiqib, mana shu hatto bitta go'zallikni ko'rib ketgan qadar. To'g'rimi? Mazza qilasizmi? Mazza. Hozir yana ham balandga chiqyapmiz. Eng balandiga chiqmoqchimiz. Eng balandi qanaqa bo'lar ekan?
Unaqa yurib kelyapmiz hozir. Endi yugurmasam bo'lmaydi. Men balandiga chiqdim. Men tabiiyroq chiqish uchun daraxtga olib qo'ydim-da. Qimirlab turadi, shamolda ham his qiladi. Ko'tingga tiqasan ikki Yo'q, obunachilar shamolda ham his qiladi-da mana. Arqadan sho'rxonga o'tchaman. Ayda. Aytdim, ko'tingga tiqasan deb. Endi pastga tushyapmiz. Bo'ldi. Bugunga yetadi. Mana aziz kuzatuvchilar, uyga kelib oldim hozir. Hammani uyga tashlab, uyga keldim. Soat 10 bo'ldi kechasi. 2 kun Baxmalda dam oldik. 2 kun davomida sizlarga ko'rsatgan shu video tasvirlarim yoqqan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Xudo xolasa mana shunaqangi videolarni ham qo'yib borib turaman kanalimda. Qo'limdan kelgancha sizlarga hozir mana shu qolgan videolarimni montaj qilaman, mana bu yerda o'tirib va sizlarga hozir mana shu videoni tayyorlab YouTube'ga qo'yaman. YouTube'ga qo'ygan paytim hammasi tayyor holatda ko'rasiz. Va mana shu qo'ygan videomizga albatta kommentariy yozib, izoh qoldirib ketasizlar degan umiddaman. Agar kamchiliklar bo'lgan bo'lsa videoda uzr so'rayman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yangi videolarda ko'rishguncha xayr.